بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Savol qiz bor edi. Endi so'roq desam bo'ladi. Mana hozir G'azo bilan Xitoyda mana Uyg'urlarni treyling a'zolarini kesib yurib, o'sha bir joyga qamab qo'yib, lagermi boshqami kesib pishirib yeyishgan boshlab yuboribdi. Men yaqinda bugun internetda ko'rdim. Endi juda qo'rqinchli ishlar bo'lyapti. Endi uni hamma biladi. Şu haqida endi bu xalifalik turilguncha bo'lgan jarayonda bir qanaqa bir harakatlar, bir amalda bir qilinishi kerak. Shu haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Rahmat. O'sha muammoga o'zini o'rniga qarasak, yechimga yaqinlashgan bo'lamiz-da. Muammoga noto'g'ri qarab olsak, yechim bo'lmaydi. Endi ba'zida odamlarda haligi o'zini ko'ngli uchun, hovrini pasaytirish uchun ba'zi bir ishlarni qilishi mumkin. O'sha tepada siz aytayotgan G'azodagi bombalayotgani-yu, o'sha Xitoydagi go'shini kesib yeyotganligi, o'sha islom ummatining birligi yo'qligi, xalifasi yo'qligi, uni himoya qiladigan, ularni bay'atini olib, mana men sizlarni himoya qilaman deb islom qo'shini bilan ularni himoya qiladigan xalifasi yo'qligi uchun go'shini kesib yeyapti. O'zi xalifasi bo'lsa go'shini kesib yeya olmay qoladi-da, duxu yetmaydi-da. Xalifani bir fuqarosini shunday go'shini yeb yorgani duxu yetmaydi. Mabodo birorta ahmoq shunaqa qilib duxu yetib xalifani bitta fuqarosini o'shna qilsa, biladi-da bu tarixda. Hali Amuriyadagi bir ayolni xorlashganda xalifaga nido qiladi o'sha yerda. "Voy mo'tasim, qaydasan?" deb. Desa ustidan battar kuladi. "Qanaqa mo'tasim? U mo'tasim qayda? Sen qayda? Seni qutqaradimi? Qani mo'tasiming?" deb haligilar kulganda, "Ey mo'tasim" deb baqiradi. Shu yerda bir eshitgan odam haligini gapini eshitib qolib, borganda aytadi-da, "Ey mo'tasim, shunaqa bir islom ummatidan bo'lgan bir muslima ayol shunaqa xorlashdi. Voy mo'tasim" deb baqirdi. Deganda butun qo'shinini olib haligini borib xalifani kimligini tanitib qo'yadi, islom ummatining nimaligini ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni bundan keyin birov aqli bor odam u ishni qilmaydi-da, haligini ko'rgandan keyin. Ya'ni bugun birinchi muammoga o'zi to'g'ri yechim berishni bilmayapmiz. Shu bo'layotgan ish nimadan desa, islomda azizligi yo'qligi uchun shunaqa xorlayapti-da. Islomda agar azizligi bo'lsa, quvvati bo'lsa, davlati bo'lsa, xalifasi bo'lsa, birov kelib turib unaqa xorlamaydi o'zi. Hali Rossiyadagilar nolayapti-yu, o'g'ris bizni juda xorlab tashlaydi, odam o'rnida ko'rmaydi. Yotishimiz it yotish Mirza Turish, beradigan oylig'i ham o'sha, yana haqoratlar bilan. Xalifang bo'lmasa xor bo'lasan-da, shunaqa qilib. Xalifang bo'lsa seni birov so'kmaydi, unaqa qilib. So'ksa sen ham qarab turmaysan u paytda, chunki quvvatingni bilasan-da, islom ummatining quvvati bu deb bilasan. O'shuning uchun bugun islom ummati azizligini yo'qotib qo'yganligi uchun xorlashyapti. Bu kofirsiz musulmonligingiz uchun emas. Chunki islom aziz bo'lib turganda ham o'sha kofirlar bor edi, o'sha musulmonlar bor edi-da. Duxu yetmas edi, lekin o'sha musulmonlar shunaqa xorlagani. Bugun duxu yetyapti. Endi xalifalik bo'lguncha boshqa nima qilib turamiz desa, ikki xil yo'li bor-da. Yo xalifalik bo'lguncha sabr qilib, xalifalik tiklash uchun bor kuchimizni sarflab turishimiz kerak bo'ladi. Yo bo'lmasam, bilmayman nima qilib turishimiz kerak bo'ladi. Kuchimizni ko'rsataylik desak, o'zi qaysi kuchimizni ko'rsatamiz? Borib bitta Xitoyni ushlab olib rosa urushimiz mumkin, kichkinaroq Xitoy bo'lsa. Sal haligi karateroq Xitoy bo'lsa, bitta Xitoyga ham kuchimiz yetmaydi, borib rosa kalta deb go'shimizni yemasa ham kaltagini yeb kelamiz. Qo'limizdan keladigan shu-da. Yo, rosa bo'lsa ikkita tovaringni olmay qo'yaman deymiz, shu qo'limizdan keladi. Undan ko'ra xalifalik tikkalagani harakat qilsak, o'sha to'g'ri emasmi u? Ya'ni muammoda
aslini yo'qotgan bo'lamiz va paydo qilayotgan narsasini yo'qotgan bo'lamiz. Bugun kerak bo'lsa 1 million Xitoyni qirib olsangiz ham masalan, butun O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda yurgan hamma Xitoylarni ushlab kallasini olinglar deb endi shunaqa uyushib qolib, jab bir g'ayratli bir 10 ming odam chiqib, butun Xitoylarni kallasini olib tashladi. Mana ko'chada qo'ydi bo'g'izlaganday bo'g'izlab so'ydingiz, misol. Nima bo'ladi? Rasa bo'lsa, haligi bir ko'ningiz orom olishi mumkin. Ha, Xitoy bizni go'shimizni yo'di, biz ham bo'g'izladik deb qo'yasiz. Bo'ldi, nariyoqqa o'tmaysiz. Ertasiga Xitoy haligilarni go'shiga qo'shib, sizni ham go'shingizni olib borib yeydi, sizni ham kelib xorlaydi. Sizni boshliqlaringizga aytadi, "O'y" deydi. "Mirziyon Turonningdan" deydi. "Alov Sadrni yoningga ol. Narigi Imomalni yoningga ol. Mana u bo'g'izlaganni hammasini tutib olib kelib, oyog'imni tagiga qo'yib, go'shini tilkalab berasan, yeyman. Olib kelasanmi yerga" deydi. Soatini ham aytib qo'yadi. "Mana u soatga olib kelasan" deydi. Olib borib beradi sizga. Hech ikkilanmay olib borib beradi. Go'shingizni konservaga olib borib beradi agar konservaga olib borib ber desa. Ya'ni shunaqa jamiyatda shunaqada yashayapsiz-da, endi boshqa variantingiz bormi? Bitta variantingiz bor. Islom ummati birlashsa, xalifasi bo'lsa, himoya qiladi, bo'ldi. Ikkinchi variantingiz yo'q. Bo'lsa ayting, men 10 mingta yig'a olaman deng. O'rta Osiyoda 10 mingta shunaqa erkagidan 10 mingtasini yig'a olaman. Bor shu O'rta Osiyoda biz qo'limiz yetgan, hamma Xitoyni bo'g'izlagani kuchi yetadigan marklardan yig'a olaman desangiz, aytaman, konserva bo'lasan, boshqa hech narsa bo'lmaysan. Bu yechim emas-da chunki. Yo'q, endi bo'pti, hozir bana da'vat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, uning uchun demak safni ko'paytirib, xalifalik bo'lishga rozi bo'lgan odamlarni necha bir 2 million tamom qilib turib, keyin bir xalifalik tuzib, keyin u ishlarni qilamiz demoqchi. Boshqa variantimiz yo'q, men bilmayman undan boshqa variantini. Chunki boshqa varianti faqat o'sha ishdan chalg'ib, boshqa ishlarga ovora bo'lishga olib boradi xolos. Ya'ni o'shani qilsa ham bo'ladi, aytayapman, bir hovuringizni tushirib olishingiz mumkin. Rasa olib borsa, o'sha go'shini yeyotgan yergacha yetib borib, ash 4 tasini otib yuborishingiz mumkin. Endi rasa qo'lingizdan keladigan ishda, to'g'rimi? Endi u yechim emas. O'zi yechim emasligini ham bilasiz. U yerga borib o'sha aynan o'sha go'shini yeyotganlarni otib yuborish ham o'zi bugun ancha-muncha odam men qilaman deydigan narsa emas. Masalan, yaqinda hali Idlibdagi mujohidlar chiqib bitta narsani aytdi. Falastinda ahvolni ko'rib turib, biz Falastin ahliga yordam bera olmaymiz, duo qilamiz deyapti. To'g'rimi? Ya'ni u oddiy odamlar emas, mujohidlar, otishni biladi, harbiy ishdan zo'r xabardor. Ya'ni mana shu ishda men baho bera olaman, ya'ni shu odamlar urusha oladigan odamlar, qo'lida quvvati bor. Lekin bugun yetib bora olmaydi. Ya'ni men ham bilaman, ular ham biladi. Ular ham tan olyapti, Alloh rozi bo'lsin. Yetib bora olmayman, uni ana qila olmayman deyapti. Sen erkak misol urush, sen erkaksan-u desam, men xiyonatchi bo'laman. Chunki u qo'lidan kelmaydigan narsaga odamni buyurib turib, shunaqa qil desam noto'g'ri-da. U oddiy odam emas, ko'chaga ketayotganga umuman aytmayman, deng. Hatto o'sha yerdagi mujohidlarga bor mana yahudiyman urush deb hali aytmadim biror marta. Nimaga desa, rostdan qo'lidan kelmaydigan ishni buyurib nima qilasan? U nima uchun desa, birov ustidan kulish uchun kerak narsa yo boshqa uchun kerak-da u. Sog'lom odam bu gapni gapirmaydi. Meni qo'limdan kelmaydi, bilyapman. Qo'limdan keladigan ishni qilyapman mana. Kameramni ahvol o'tiribman. Shu qo'limdan keladi. Endi haligi mujohid bo'lsa ham, avtomati bo'lsa ham, pulemoti bo'lsa ham, uni ham qo'lidan kelmaydi. Uni ham bor demayapman, demak, qo'lidan kelmaydi-da. U ham shu qo'lidan kelgan ishni qiladi. Shu yerda qo'ldan keladigan ishi bor. Shuni qiladi. O'shuning uchun hali odamlarga yo'q narsalar haqida emas, bor narsalar haqida gapirsa yaxshi. O'sha mujohidlarga, "Ey, Idlibda o'tirmay, bor mana musulmonni go'shini yeyapti, Xitoyga borib qirvor" desam ham, noto'g'ri gap gapirgan bo'laman, rostdan. Endi rostdan qo'ldan kelmaydi u ham. Kelsa ular ham borib yordam berardi. Siz ko'rayotgan, men ko'rayotganni ular ham ko'ryapti. Endi jonini tikib chiqqan mujohidlarda ular. Hali havas uchun chiqqan emas. Jonim shu yo'lda kelsa ketaversin deb chiqqan mujohid. Lekin borib yordam bergani qo'ldan kelmaydi hozir. Uni nimaga yordam bermayapsan deb malomatlasak, ablah bo'lamiz unda. Nimaga desa, qo'lidan kelmaydigan ishni odamlarga aytib turib, nimaga qilmayapsan? Qo'limizdan keladiganlarini qilib turib, maqsad sari yursak, ya'ni emaklab bo'lsa ham yursak, maqsadga qarab ketayotgan odamlarning safida bo'lamiz-da, maqsadimizga inshaalloh yetamiz. Bugunmi, ertagami,
balkim 50 yildan keyindir. Xudo biladi, yetamiz. Lekin to'g'ri maqsadga qarab ketayotgan bo'lamiz. Undan boshqa varianti maqsadga qarab ketayotgan bo'lmaydi.